Assalomu alaykum hammaga. Biza demak sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan manfaatli maslahatlarimizdan birini sizlarga hozir bugun taqdim etaman. Hamma demak ertalab och qoringa suv ichishga o'rgangan. Kimdirlar demak qaynagan suvni o'zini ichadi. Kimdirlar demak limon suv ichadi. Men sizlarga boshqacha yo'lini o'rgataman. Demak shafralli suv. Shafralli suv demak qaynagan suvga u demak qaynagan issiq holatda bo'lishi mumkin, iliq holatda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam muzli holatda o'sha demak xona temperaturasida o'sha 23-24 gradus holatda bo'lishi mumkin. Ichiga shafranni demak bir nechta shoxlaridan so'rasizlar, ozgina turadi bu 10 minut 15 minut, rangi demak qizil sabzini o'xshab chiqadi suv. O'shani har kuni ertalab nahorga ichishni boshlaysizlar. Nima o'zgarish sezasizlar? Demak, o'zgarish teridagi yuz terisini tiniqlashi, umuman butun tanani terisini kaltirashi va demak yuzdagi ajinlarni, dog'larni ocharib, ajinlarni demak tekislashi vujudga keladi. Buni demak tez natija kutmanglar. Buni demak 15 kun, 20 kun, 1 oy davomida qilganlardan keyin o'zingizlar ko'rasizlar. Inshaalloh videomizni, maslahatimizda manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Demak